أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد biz oldingi mazmunlarimizda kitobimizning asosiy qismi bo'lgan hadisni ikkiga bo'lib xabar ahad, xabar mutawatir to'g'riliq so'zlab o'tdik. Xabar mutawatir degan nima? O nechaga bo'linadi? Xabar lafzi, xabar mutawatir lafzi, mutawatir ma'naviy deb. Undan keyin xabar ahadlar o'zininki yo'llarininki son e'tiboriyle nechaga bo'linadi? Undan keyin ojizlik, kuchlilik e'tiboriyle nechaga bo'linadi? Bu to'g'riliq tafsilotlarning hammasi oldingi darslarda o'tib ketib bo'ldi. Endi bugungi darsimiz biz har kunlik darsning oldida darsni umumiylik bir xuloslagan vaqtimizda hadislarni shu hadisning deguvchisiga nisbatan to'rtga bo'lgan bir taqsimotimiz bor. Ya'ni har kuni esinglarda hadis qudsi, hadis marfu, al-hadis al-mawquf, al-hadis al-maqtu deb kunlik darsning oldida biz hadis taqsimotini bo'lgan vaqtida qoida e'tibori bilan hadisni nechaga bo'lgan, to'rtga bo'lgan. Bugungi darsimiz shu mazmun. Abtur bu faslning boshini xabarul ahad al-mushtarak baynal maqbul val mardud deb ma'no bilan atadi. Yani to'yinda bayon qilmoqchi bo'lganimiz hadisning sahih zaifligiga munosabati yo'q. Ma'nodagi maqbul bilan mardudning o'tirida o'rtaq degani bu xil taqsimot mayli hadisni hozir bugungi darsga o'xshash marfu hadis qudsi, marfu, mavquf, maqtu deyli. Yoki kelar soatlik darsimizda keladigan taqsimot bo'yicha boshqa nomlar bilan atayli. Bu xil taqsimot maqbul hadislardami, ya'ni sahih hadislardami topiladi. Mardud, ya'ni zaif hadislardami topiladigan bo'lg'achqa, demak, maqbul taqsimotninki hadisninki sahih zaiflik bilan munosabat bo'lmag'achqa, shu avtor buni al-mushtarak baynal maqbul val mardud deb bunda atadi. Bu maqbul bilan mardudning o'tirida o'rtaq bo'lgan xabar ahadning taqsimotlari haqida ikki mabhas va al-mabhas al-awwal birinchi bahsi hadisni shu hadis isnod qilingan kishiga nisbatan taqsim qilish, ya'ni hadisning diguvchisi, hadisning egasiga nisbatan taqsim qilish. Ikkinchisi maqbul bilan mardudning o'tiridagi o'rtaq xilma-xil boshqa turlar degani, boshqa hadisning turlarini bayon qilib o'tamiz hamda eng oxirgi hadis mustalah munosabatlik eng oxirgi mazmun. Buning birinchi bahsda al-mabhas al-awwalda biz hadisni shu hadis isnod qilingan kishiga nisbatan taqsim qilamiz. Buningda 4 dona kichik bob bor. 4 dona matlab degan 4 dona asosiy maqsad bor. Birinchisi al-matlabul awwal al-hadithul qudsi. Yani hadis-i qudsi. Bunu kunda ancha-muncha qisqacha bayon qilib o'tyapmiz. Al-matlabus thani al-hadis al-marfu. Al-matlabus thalith al-hadis al-mawquf. Al-matlabur rabi al-hadis al-maqtu. Yani hozirgi bugungi darsimizda biz bu 4 mazmunda bahs olib boramiz. Asosan bu mazmunlar intayin oddiy mazmunlar. Hamda hammanglar bilasizlar, biz kunlik darsimizning qiyinlik, oddiylik darajasiga qarab turib, qiyin o'rinlarni tafsilroq aldırmayı sözlavattımız. Addi, sizlerim düşünüp ketelaydigan, yoki sözümüzsek bulduğun o'rinlarni tez-tez sözlavattımız. Bugungi darsmi dal shu xildagi oddiy darslarning qatoridan. Chunki biz kunlik darsda, kunlik xulosaliga vaqtimizda bu mazmunlarni bir qitim deb kelyapmiz. Uning ustiga sizlar o'quvchi bo'lgan odatdagi bir dinni normalroq tushunadigan odammi hadis qudsi, hadis marfu degan gaplarni ancha-muncha tushunadi. Shunga bu mazmun sizlarga nisbatan qiyin keladigan mazmunlar emas. Birinchisi biz al-hadis al-qudsiydan boshlaymiz, ya'ni hadis qudsiydan. Buning ta'rifatiga kelsak, lug'at jihatda al-qudsi deganimiz Qudsga tava degan gapchi aslida. Bilasizlar, arab tilida yo'y nisbatda bir yava. Masalan, biz bir odamni paloniyalik, masalan, Buxoroga tava demoqchi bo'lsak, Buxoriy deymiz masalan. Ya'ni Arabga tava, bir arab odam demoqchi bo'lsa, Arabiy deymiz. Turkga tava bo'lsa, Turkiy deymiz masalan. Bu oxiridagi ya nisbatni yoslab qo'yamiz, ma'lum narsaga tava degan gap. Ya'ni ma'nosi Qudsga tava degan gap. Bu Quds deganing lug'at ma'nosi tuhur, ya'ni poklik degan ma'noda qomusda shunday ifodalanadi. Ya'ni nima degan gap desa, zot Qudsiyaga
tava, yani muqaddas zotga tava bo'lgan, yani Allohga tava bo'lgan hadis. Ya'ni Allohning so'zi demakchi-da, biz kuni shuni tushuntiryapmiz. Lug'at jihatdagi bahsi. Endi istiloh jihatda bizga payg'ambar alayhisolatu vasallamdan naql qilingan hadis. Ammo shu hadisni Resulullah'nınki şu hadisini özünün Rabbi Azze Celle'ge nispet berişendikini Resulullah'nın ağızdan bizge yetkizilgen, lekin Resulullah onu menin sözüm diyen süpetlenemez. Belki Allah mundak dedi, Rabbimiz mundak dedi diyen süpetle nakıl kılga hadis oludu. Anız bu yani Allah'ın sözü o bu. Lekin Kur'an bile bunu oturduğu fark ne dese, tüen beyde nurgun farklar var. Olumlu Kur'an'dan bayan kılıngan, beyden bayan kılındı. Hadis kudusi mi Allah'ın sözü, Kur'an mı adamın sözü olgan bile, lekin oturduğu fark هناك فروق كثيرة نurgun farklar olup eşharuha bu farkların en meşhurraqı tüvendekiçe birisi Kur'an'dan lafzi manisi Allah tarafından. Bizning ko'z oldimizda hozir o'qiyotgan şu Kur'an'dan aynısı Allah'ның tarafından Cibrail arqılıq, Cibrail'den Peygamber arqılıq, Peygamber'den bizge qanaqlangan yetkizilgan Kur'an'dan huwa. Manisi mi şu, lafzi mi şu? Ama hadis kudsining manisi Allah tarafından. Resulullah vahiyek ilham arqılıq Resulullah yetkizilgan, Resulullah o hadisni özünün lafzı yani özünün sözü şekilde bizge qanaqlangan edi. Lafzuhu min indin Nabi sallallahu aleyhi ve sellem degeni şu. Bu birinci farkı. İkinci farkı el-Qur'an yuta'abbadu bi tilavati. Qur'an özün tilavat arqılı ibadat qılınır degeni Qur'an ibadetlerle tilavat qılınsa bulungan kitap. Ama hadis qudsi la yuta'abbad bi tilavatihi ki bunu tilavat qılıp ibadat qılınmaydı. Üçüncü fark Kur'an'ın sübutudu tavatur şart. Meyle kitabetten ya ki kıraatten ikisi de tavatur şart, mutawatirlik şart. Ama hadis kudsi ise mutawatirlik şart emas. Hadis kudsinin mutawatir olsun mu buludu, haber ahad olsun mu çok buluyordu. Yani hadis kudsilanın sanığı gelsek, hadis kudsilanın sanı, yani hadis kudsila adattaki ahadis nebeviyenin sanığı nispeten belki köp emas. Herhalde bunun sanı adaduha 200 hadis etrafında, mesela bunun misali şu arqanda Peygamber İslam özünün Rabbidan yani Allah'tan hikoya qilib degan hadislar hammasi hadis qudsi oludu. Bir misal İmam Müslim özünün sahih kitabida Abi Zar radhiyallahu anhudan rivoyat qilingan bir hadis bor. Bu Peygamber İslam rivoyat qilib Fima yani Resulullah Allah subhanahu va taoladan bizga rivoyat qilgan mazmundagi hadis Peygamber İslam deydi, yani Allah deydi: "Ya ibadi, ey bandalarim, men zulmni o'zimga harom qildim. Veca'altuhu beynekum muharrama. Zulmni sizlarning oranglarda harom qildim. Fala tazalamu. O'zaro zulm qilishmanglar degan Allohning xitobini Rasululloh bizga qana qildi, hikoya qilib naql qildi. Bu hadis qudsining misoli. Endi hadis qudsining rivoyat qilishning shakli, siyg'isi ikki xil bo'ladi. Ya'ni hadis qudsining raviysining ikki xil siyg'isi, ikki xil bo'lib, hadisni qaysi xil shaklda rivoyat qilsa bo'ladi? Birisi Rasululloh Robbidan hikoya qilgan tuvandagi hadisda. Rasululloh Robbidan rivoyat qilgan bu hadisda. Rasululloh Allohdan naql qilgan bu hadisda desimi bo'ladi. Yana birisi Allah Rasululloh rivoyat qilgan bir hadisda mundaq dedi desimi bo'ladi. Qalallohu taala fima rawahu anhu Rasululloh. Bunda ikki xil desa bo'ladi. Rasulullohga nisbat berib turib, aslini Allohga bağlab turib rivoyat qilsin bo'ladi. Lekin Allohdan bevosita hikoya qilib lam Rasululloh rivoyat qilgan shaklda. Masalan, bunda Rasululloh Allohdan hikoya qilgan bir hadisda mundaq dedi desimi bo'ladi. Chunki hadisning lafzi Rasulullohning, shu Rasululloh dedi desim bo'ladi. Yoki Allah Rasululloh rivoyat qilgan bir hadisda mundaq dedi desim bo'ladi, chunki ma'nosi Allah. Demak, hadis Rasulullohga nisbat berilsin bo'ladi lafzi e'tibori bilan, Rasululloh Allohga nisbat berilsin bo'ladi ma'nosi e'tibori bilan. Ikkalisi sahih. Bu haqda yozilgan mashhur asarlar El-İttihafat Sünniye fil Ahadisil Qudsiye degan kitap Abdurrauf el-Munavininki bu kitapta taxminan 272 hadisni to'plagan. Bu bizning bugungi darsdagi birinchi taqsimot, ya'ni hadisning taqsimotining birinchi turi. Ikkinchi turi marfu hadis deb qo'yamiz. Bunda gaplarni jiqolmaysiz. Bir marfu hadisda Abu Hurayra radhiyallohu anhu bundan rivoyat qilgan deb kelib, ya'ni bu hadisni Abu Hurayra radhiyallohu anhu Rasulullohga ko'targan deb qo'ygan bir gaplar bor. Rafa'ahu debchi. Bunda gaplarni jiqolmaysizlar. Bu nima degan gap marfu desa, ta'rifotiga kelsak, marfu rafa'a degan fe'ldan chiqqan ism maf'ul bo'lib, wada'an rafa'a ko'tar degan, wada'a tushadi degan ma'noda. Bunun bilan bu hadisni marfu deb atalishi buning buyuk maqom egasi bo'lgan Payg'ambar islomga nisbat berilganligi uchun shunda atalgan bo'lishi mumkin. Rasulullohga bog'langan hadis debchi. Istiloh nuqtasidan Rasulullohga nisbat berilgan qaul, fe'l, taqrir, sifat deganning hamma
Mesela biz dersimizin 5'ida hadisini tarif kıldık emasmi? Resulullah'a tava, şularning hammasi marfu deyiladi. Tarifat izohlasak, Resulullah'a nisbat berilgan yoki Resulullah'a döngelgen meyli bu nisbat berilguchi bo'lgan ish narsa Resulullah'ın sözü olsun, yoki Resulullah'ın bir ish harakati olsun, yoki Resulullah'ın boshqalarga qilgan tasdiqi olsun, yoki sifat olsun. Meyli nisbat berguchi Resulullah dedi deb hikoya qilguchi, qildi deb hikoya qilguchi sahoba olsun yoki uning tuanbi olsun. Yoki isnat muttasil olsun yoki munqati olsun. Munqati olsun. Mushlarning hammasiga ish qilib Resulullah'ga nisbat berilgan har qanday hadis sahih zaif bo'lsin. Bir gapni deb qo'ygan-ku darsning beshida. Ya'ni bu yerdagi marfu deganlik hadisning sahihsi zaif emas, balki Resulullah'ga tava ish marfu bo'laveradi. Buning uchun yuqoridagi sahihning shartiga tushsa sahih bo'ladi. Sahihning shartiga tushmasa zaif bo'laveradi. Shunlashqa deyotdi. Buning tahtiga, marfuning tahtiga mavsulma kiradi. Mursal makrudu, muttasil makrudu, munqati makrudu. Demak, marfu degan gap hadisning sahih zaiflik emas, balki Rasululloh qittava bo'lganligini ifodalaydi. Nima u? Mushu marfu'ninki ta'rifatidagi mashhur. Ammo bu yerda buning ta'rifati haqiqat haqida nurg'un boshqa fikrlarmi bor, lekin mushuni ismini saqlab olsak bo'ladi. Buning turlariga kelsak, ta'rifatdan shu bilindiki marfu' turlari 4. Birisi marfu' qavli, halaqa sunan qavliya degani shu. Marfu' fi'li degani sunan fi'liya degani shu. Marfu' taqriri sunan taqririya degani shu. Marfu' vasfi sunan vasfiya degani shu. Masalan, marfu' qavlining misoli sahobaning boshqasi qod Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb keyin hadisni bayon qilgan bo'lsa, marfu' fi'lining misoli sahobaning boshqa bizlimatda fa'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam desak, bu marfu' fi'li bo'ladi. Marfu' taqririning misoli kelsak, meni sahoba yoki boshqalar olsun, Rasulullahning huzurida manda ish qilindi, Rasululloh buni inkor qilmadi, yoki tasdiqladi, tabassum qildi degandek bir iboratlar bilan Rasulullohning shu ishga rozi bo'lganligini ifodalasa, tamam. Marfu' vasfining misoli sahoba yoki sahobaning boshqa qanday odam payg'ambar alayhisalom kishilarning axloqi yaxshi, mandaq mangitdi, tamoqni mandaq yeydi, mandaq uxlaydi degandek Rasulullohning ba'zi sifatlariga munosabat ishlarni bayon qilgan bo'lsa, buni marfu' vasfi bo'ladi. Demek marfu' degan gap hargizmi sahih zaiflik emas, balki Rasulullohga tava bo'lgan hadisni marfu' deymiz. Ammo agar bu yuqorida biz sahihning bayonida bayon qilgan 5 shartga tushsa, sahih yoki hasan bo'ladi. Uning tushmay qolib qolsa, rad qilinadigan sabablarni bilib qolsa, zaif bo'laveradi, mardud bo'laveradi. Marfu' bo'lganligi buning sahih zaifligi emas, bu ayrim gap. 3-chi mazmun bugungi darsda mavquf. Mavquf degan nima bo'lsa, lug'at jihatdan vaqfidan chiqqan ism maf'ul bo'lib, xuddi ravi hadisni sahobaning qashdida to'xtatgandek. Demak, sahobaning, ya'ni isnatning ulanmasının qağalarını bayan qilishni davomlashtirmagandaki hadisni kelib bayon qilib sahabada to'xtab qoldi. Yani bu gap kimning gapi? Sahabaning gapi. Bu ish kimning ishi? Sahabaning ishi. Bu sifat kimning sifati? Sahaba. Yoki bu taqrirat kimning taqrirati? Sahabaning taqrirati degandek. İstilah jihatda sahabaga nisbat berilgan mayli qavl, mayli fi'l, mayli taqrir olsun hammasi mavquf bo'ladi. Ta'rifatning izohatiga kelsak, sabir sahabe yoki sahabalardan bir top sahabalarga nisbat yoki isnot qilingan har qanday bir ish, mayli bu nisbat berilguncha qavl, fi'l, taqrir olsun, mayli nisbat ularga muttasil munqadir. Demak, bu sahih zaif deganlik emas. Masalan, mavquf qavlining misoliga kelsak, ravi Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu mundaq dedi: "Haddisun nas bima ya'rifun, aturidun an yukazzaballohu va rasuluhu." desa, Ali radhiyallohu anhuning so'zi. Ya'ni bu mavquf qavli bo'ladi. Mavquf fi'lining misoli Buxoriyning bunda bir so'zi bor. Amma ibn Abbas va huwa mutayammim. Ibn Abbas tayammum qilgan holatda turib imom bo'ldi. Kimning sharikati? Sahobaning sharikati. Ya'ni mavquf. Mavquf taqrir deganimiz ba'zi tabiinlar men sahobalarning birining oldida bunda ishni qilsam, menga inkor qilmaydi dedi. Bu taqrir mavquf taqrir bo'ldi. Endi mavqufning yana bir iste'moloti bor. Yani mavquf degan ism sahobaning g'ayridan kelganlar, masalan deylar, boshqa odamlar qilsa mavquf bo'ladi, lekin bu vaqtida mavquf deb bunda mutlaq nomla ishlatilmay, qaytila ishlatildi. Masalan, bu hadis falanahu Zuhriga to'xtatgan yoki Atoq desa, hadis isnodi bayon qilinib kelib Zuhriga to'xtab qolgan degani, yani bu gap Zuhrining gapi yoki Atoqning gapi deb qo'yamiz. Ma'valaqa mutlaq mavquf emas, ma'ni degan vaqtimizda al-mawquf ala Zuhri deb qo'ydik. Shu ma'nodan bilan. Andikan Xurasan fuqahalarining istilohida burundan tartib Xurasan fuqahalari marfu'ni xabar deb ataydi, mavqufni asar deb ataydi. Ammo muhaddislar ashuni hammani asar deydi, chunki asar shaytdan ilingan, ya'ni rivoyat qilgan degan ma'noda. Endi ma gapini deb qo'yishning sababi
Chunki shu zamonlardagi mushu xil istiloh qo'llanilgan vaqtdagi kitoblarga ko'z yugurtganimizda mashtaatlarni uchrab qolsak, marfuni uchrab qolsak, hadis, ya'ni xabarga uchrab qolsak, marfu ekan, asarni uchrab qolsak, mavquf deb atsak bo'ladi. Amaliyotda bizning anaqa hadisdan boshqasini asar deb atsak bo'ladi. Masalan, sahobalarning asri, tabiinlarning asri debchi. Ammo hadisni xabar degan nomda atsak muvofiq bo'ladi. Ondan keyin masala tugagan, mavquf masalasi tugagan, mushu mavquf hadisdan keyin mundaq bir turi bor. Savoqdoshlar. Endi bu mavqufni biz sahobalarning so'zi, sahobalarning ish harakati deb emasmi? Agar mush sahobalarning so'zi yoki mushu sahobalarning mush ish harakati ijtihodiy masala olmay qilib, ijtihodiy masala degani o'zi ijtihod qila oladigan, yakun chiqaradigan masala. G'aybiy masala bo'lib qolsa, masalan, sahoba birisi bir og'iz gapni qildi, lekin buning davatgan gapi odatdagi gap emas, g'aybiy masala. Ya'ni inson o'zi o'ylab, o'zi ijtihod qilib, tafakkur qilib topiladigan masala emas. Mandaq yoki munosabat bo'lib qolsa, buni o'lmalar nima deydi sanlar, sahoba hargiz bu masalani o'zi ijtihod qilib degan masala emas. Chunki bu masala o'z tabiatidan ijtihodni qabul qiladigan masala emas. Sahoba ham yolg'ondan gapni qilmaydi. Unda bo'lgandan keyin sahobaning mushu ijtihodiy bo'lmagan g'aybiy masala haqida degan gapi cho'qim ma'lum bir tayanchiqqa, ma'lum bir asosga, ya'ni Rasulullohning bir anglag'anlikqa tayanadi. Unda bo'lganda sahobaning bu so'zini biz hadisdek muomala qilamiz. Ya'ni buni marfu asosida muomala qilamiz deb hukman marfu hukman deb birdan turdan birini paydo qilamiz. Asli mavquf, lekin hadisning mazmun xarakteri inson o'zi davolaydigan sahada bo'lmag'achqa, sahobalar unda sahada o'zi chaqlab gap qilmaydigan bo'lg'achqa, buni biz sahobalarning Rasulullohning anglagan hadisi sifatida qabul qilamiz. Bu marfu hukmen deb qo'yiladi. Bu tafsir sohasida shunday qabul qilinadi, hadis sohasida shunday qabul qilinadi. Shu avtor deyotdi, marfu hukmenga munosabat chaqchi mazmunlar deb kelib, hunaka suvar min al-mawquf fi alfaziha va shakliha. Mayli alfaz shakllarida bo'lsin, mavqufdan bir qancha shakllik mavquflar bor. Lekin bu mavquflarning, bu shakllarning haqiqatida inchikligan odam shuni ko'rib yetalaydi-ki, bu marfu hadisning ma'nosida. Shunlashqa ulamolar bunda hadislarga marfu hukmen degan nomni ishlatgan. Ya'ni bu lafzi mavquf bo'lsa-mu, lekin hukm jihatda, amal qilish jihatda, muomala qilish jihatda marfu demakchi. Bu shakllar mana shakl. Birisi sahobi ahli kitobdan oldi deb tunilmaydigan degan, ahli kitobdan olib qolgan bo'lsa, bu sahobining ashlab elish ehtimoli bor. Ammo ahli kitobdan faqat bir narsa olmagan sahobidan birisi bir gapni deydi. Bu gapning ijtihodga o'rni yo'q degan, ijtihod qiladigan gap emas. Yoki til bayoniga munosabat yo'q degani, bu til uslub yoki til qoidadan olingan gap emas. Yoki bir yot so'zni izohlashga munosabat yo'q degani, demak, ma gapda aniq Rasululloh tarafidan bir ma'lumot bo'lmasa, digilinmaydigan gap. Mandaq gapdan birini sahobadan birisi deb qo'yib qolsa, bunun bo'ladi. Lafzi mavquf bo'lgan bilan ma'na jihatda, hukm jihatda, muomala jihatda marfu bo'ladi. Masalan, o'tmish ishlardan sahobadan birisi xabar qildi. Mundaq qilgan, undaq Ibrohim alayhisalom undaq qilgan, Adem alayhisalom mundaq qilgan degandek. Yaratilishdan boshlab Alloh insonni mundaq yaratgan deb. Burun qishlarda agar bu ma'lumotimiz deydigan gap emasmi? Yoki kelgusi ishlardan xabar berilgan o'xshar. Masalan, malahim fitan, qirg'inchilik, fitna, qiyomatning ahvollari to'g'riliq kelgusida mundaq bo'ladi, mundaq ishlar yuz beradi degan bo'lsa, buni ham inson digiladigan gap emas. Yoki shuni qilish orqali muayyan bir savob hosil bo'ladigan, muayyan jazo hosil, masalan, munda ishni qilgan odam manda do'zax kiradi, manda ishni qilgan odam manda jannatlar mukofot beriladi desa, bu odam hech qanday qo'lda ma'lumot yo'q to'g'risida. Buni o'ylab digiladigan gap emas, tafakkur qilib digiladigan gap emas. Cho'qim Rasululloh anglamasa, ma sahada gap qilish la yajuz bo'lgan saha. Munda gaplar bo'lib qolsa, bu lafzan mavquf bo'lgani bilan ma'nan, ya'ni hukman, muomalatan nima bu marfu bo'ladi. Bu bir mavqavliga doir masala. Endi yoki sahabiy ijtihodga o'rin yo'q, bir ishni birini qilib qo'ydi. Masalan, deylik, Ali radhiyallohu anhu kusb namozni har rakatda 2 rukun ortiq ruku. Amaliyotda Ali radhiyallohu anhu bir normal g'ayri ma'sum bo'lgan inson bo'lib bilan namozni o'zi chaqlab ziyoda qilish, kam qilish huquqi yo'q. Ammo rukuni 2 qatim qildi. Kusb namozda. O'zi chaqlab namozni ziyoda kam qilish huquqi yo'q. Rukuni 2 qatim o'qiganligi cho'qim Rasulullohning mashtan huquqi, ya'ni ko'rgan yoki anglagan deb bunda muomala qilamiz unga. Yoki sahobiy bir sahobadan birisi ular manda qildi, anda qildi, manda qilsa taqyoq deb qaraydi deb xabar. Masalan, bizning payg'ambarimiz zamonasida biz manda qildik, anda qildik, bu deb bunda bir xabar qildi. Gerçi bunu Resulullah munda u bu demismi? Munda qildik
deb xabar berganligining o'zi biz shuni endi sahobalar o'zi chaqlab o'z jamiyatida bir munkar yoki bid'atimiz paydo bo'lsa uningga sukut qilgan unda ish yo'q. Chuqum buni qana qiladi, rad qiladi, inkor qiladi. Ammo mushta qildiq deganligining o'zi shuning asosi va Rasululloh demak manda masalalarga ham marfu hukman marfu shaklda muomala qilamiz. Agar u sahoba uni Rasulullohning zamonini nisbatsa bu aniqlar sahih annahu marfu bo'ladi. Jabir biz Rasulullohdan bir azli qilib o'xshash. Agar uni Rasulullohning zamonasiga nisbat bermasa, jumhurning nazarida qanday qildi? Mavquf bo'ladi. Jabirninki biz ustunga chiqsak, takbir aytdik, pastga tushsak, tasbih aytdik. Lekin shuningami qanday muomala qilamiz? Hukman marfu. Ustidagi Rasulullohning zamonasiga nisbat berilgan ishlar bu o'zi aynan marfu bo'ladi. Marfu bo'ladi. Ammo o'z zamonimizda bunday qildik degan bo'lsa, zamonga nisbat bermagan bo'lsa, mavquf bo'ladi, lekin hukman muomalatan qanday muomala qilinadi? Marfu'ning muomalasi qilinadi. 4-chi xil shakli sahobadan birisi biz ma'noga burilgan, ma'noga to'salgan yoki sunnatning qatoridan ma'udi. Masalan, ba'zi sahobalarningki Bilal azanni jup o'qishga burildi, takbirni taq o'qishga burildi. Ummatiyaninki biz janozaga agishishdan to'saldik, lekin bizga kaskin jazman da cheklanmadi. Abi Qalabiningki min as-sunna idza tazawwaja al-bikra ala as-sayf aqama 'indaha sab'an degan ma'lum so'zlarining hammasi agarchi sahobalarningki bunda qilindiq etildiq degan so'z bo'lgan bilan lekin ishlar o'zi chaqlab o'zi nima shaklda o'zi mustaqil ijtihod qilgan shaklda digildigan gap emas. Ham siyg'ilarining o'zi bu ishlarning o'z tarafidan deyilmaganligini ifodalaydi. Ma nuqtadan bular sahobaning gapi bo'lib qolsa-mu, lekin hukman marfu hisoblanadi. 5-chi xil shakli sahobi bir hadisda bir sahabın tilg'aga vaqtda tuvanlik so'zlarning birini qilsa, masalan, yarfa'uhu, yanmihi, yablughu bihi, rivoyatan degan bo'lsa, masalan, A'rajning Abi Hurayradan rivoyatan qilgan bunda bir hadis bor deb, la taqumus sa'ata tuqatilu qawman sigaral a'yun degan ma'noda shaklda qilgan bo'lsa, bu marfu hukman bo'ladi. 6-si bir sahoba bir tafsirdan birini tafsir qiladi. Buning sababi nuzulga oyatning tush sababiga munosib bo'lib qolgan bo'lsa, bir yahudlar man ata imra'atahu min duburiha fi quburiha ja'a al-walad ahwal degan deb bunda deydi, bunda qaraydi. Andigan Allah nisaukum harsul lakum degan oyatni tushadi deb bunda ma'lum bir voqelikni oyatga bog'lagan bo'lsa, bu hukman marfu'ning muomalasi qilinadi deydi. Endi mavquf hadisninki marfu'ning hukman marfu'ning muomalasida muomala qilinadi degani amal qilinganligi aniq. Odatdagi xolis mavquf qo'chib desa, mavquf hujjat qilinadi desa, mavquf siz degandek u xuddi odatdagi Rasulullohning hadisimi sahih bo'lgandek, ba'zi sahih bo'lishi mumkin, hasan bo'lishi mumkin, zaif bo'lib qolishi mumkin. Lekin hattoki agar uning sahihligi sabit bo'lgan taqdirdami amal qilish vojib emasmi desa, buning berilgan javob mavqufda asli amal qilish vojib emas. Chunki u sahobalarning so'z sharakatlari shar'iy dalillar emas. Lekin bu sahih bo'lib qolsa, insabatat degani sahih bo'lib qolsa, zaif hadislarni kuchlantira oladi, xuddi mursalda o'tgandek. Chunki sahobaning ahvoli dalillar sunnatga amal qilish. Ammo yuqorida deyilgan hukm marfu'ning hukmi bo'lgan vaqt deyilgan hukm. Ammo marfu'ning hukmi va mavquf hadis bo'lib qolsa, buning amal qilish vojib bo'ladigan hujjat xuddi marfu'ga o'xshash. Manda muomala qilsak bo'ladi. Endi 4-chi mazmun, ya'ni shu hadisningki qoil e'tibori bilan taqsim qilingan taqsimotdagi 4-chi qism maqtu hadis. Hem bu maqtu degani qat'an chiqqan ism maf'ul bo'lib, vasalaning zidd ya'ni uzdi degan ma'noda, istiloh jihatda tabiin yoki tabiindan tuandagi undan keyingi kishilarga tabiiy tabiinlarga nisbat berilgan so'z. Masalan, deyli Hasan al-Basri undida, Sayyid Musayyab bunda qilgan degan narsa hammasi maqtu bo'ladi. Tarifatning izohatiga kelsak, tabiin yoki tabiiy tabiin yoki undan keyingi kishilarga nisbat berilgan isnod qilingan har qanday so'z, gap so'z hammasi maqtu bo'ladi. Endi maqtu biz nimada bayon qilgan saqtu minal isnod bayon qilgan munqati emas, ikkisi bilak gap. Ma bir atalg'u masalasi emasmi? Au munqati, ma maqtu ikkisi boshqa. Chunki maqtu degan matnning sifatlaridan qatoridan, munqati isnodning sifatidan qatoridan. Ya'ni sahobaning, tabiinning so'zi yoki tabiindan tuan kishilarning so'zi maqtu bo'ladi. Endi bunda maqtu bo'lgan so'zning ash tabiinga isnodi muttasil bo'lishi mumkin. Ammo shu vaqtning o'zida munqati deganda bo'lsa, ashi hadisning isnodi muttasil emas, mayli u kimning hadisi olib kelsin. Buning matniga munosabati yo'q. Ikkisi boshqa gap, ma'no to'g'ri tushuninglar. Rasulullohning hadislari deb qaralgan hadislarning munqati usulida, mavqufning munqati usulida. Munqati degan gap boshqa gap. Maqtu degan endi ikkisining lug'at ma'nosi yaqin bo'lg'achqa aralashtirib o'tmang demakchi. Masalan, maqtu qavlining misoli Hasan al-Basri'ningki bid'atchining keyin namoz o'qish to'g'riliq salli va alayhi bid'atuhu. Namozini o'qib va
bid'ati o'ziga degan. Mana so'z endi bir Hasan al-Basrining so'zi, hadis emas, sahobaning so'zining darajasi kim yetmaydi bu. Maqtu fe'lining misoli İbrahim ibn Muhammad ibn Muntashirning bir so'zi bor. Masruq o'zi bilan ahlini o'tirdi, faridni qo'yib etdi va yuqbilu ala salati namozga kirishib ketadi va yuhallihim va dunyohum degani dunyo va balvoqlarning hammasini unda tashlab qo'yadi degan ma'noda bir shakldagi masruqning harakatini bayon qilgan bir ahvollar bor. Ham buni hujjat qilishni hukmiga kelsak, maqtu shar'iy ahkomlardan hech qanday narsa hujjat emasligini shar'iy dalil ulanmaydi. Gerçi qailliga nisbati sahih olsun degani haqiqiy shular degan bo'lganda faqat bir ulamo mujtahidning gapi sifatida muomala qilinsa bo'ladir. Chunki u odatki musulmonlarning birining sharikati gap so'z hisoblanadi. Lekin uning marfu'ligiga dalolat qiladigan qarina bo'lib qolgan chog'da, masalan, ba'zi raviylar tabiinni tilg'ab kelib, bu hadisni yarfa'uhu deb qo'ysa, shu vaqtida marfu mursalning hukmi, chunki sahabasi yo'q. Yo'q, Rasulullohga ko'targan holatda unda rafa'ahu marfu degan gaplar bo'lib qolsa, bu vaqtida hukman marfu mursalning hukmi birinchisi bo'ladi. Ondan sizlar elishib qoladigan bir nuqta bor. Ya'ni ba'zi muhaddislar istilohda keyin muqarrarlashgan istiqror bo'lgan bo'lg'achqa ba'zi davrlarda ancha-muncha atalg'ularning egizmaslik ahvoli yuz bergan. Shunda aytadi, maqtu'ni munqati ishlatish ahvoliga kelsak, ba'zi muhaddislar masalan Shafi'i, Tabrani degandek maqtu' degan so'zni ishlatib munqati iroda qilgan ahvollar bor. Ya'ni uzukedes deb, ya'ni biz bayon qilgan aloqa saqtu minal isnadniki saqtu zahiridagi munqatining o'rniga munqati atalg'uga maqtu' ishlatgan o'rinlarmi bor. Yani İmam Şafii'ga özür bersak bo'ladi, nim deb desa, bu İmam Şafii bu gapni istiloh muqimlashni ilgari degan, ammo Tabrani buning bunda ishlatishi majaz bo'lishi mumkin, lekin bu gapni sizlarga deb qo'shimizning sababi shu İmam Şafii'ninki Tabrani'ninki kitobini ko'rsanglar, maqtu degan gap tabiinning kelgandan so'z deganlik emas, balki munqati deganlikni huquq olsang, shu nuqtalarga alohida diqqat qilsanglar bo'ldi. Hamda mavquf va maqtu ko'pda bilish ehtimollariga o'rinlarning birisi Ibn Abi Shaybaning kitobi, Musannif Abdurrazzaq, İbn Jarir'in tefsirleri, İbn Abi Hatim'in tefsirleri ve İbn Munzir'in tefsirlerinde bu xildagi asarlar intayin ko'p. Şunun bilan bugungi darsimizning mazmuni müşahid tugadi va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin.